Egalarim, assalomu alaykum. Bugungi obzorimizdagi narsa Damas tormoz ligushkasi bo'ladi. Hop, ko'rishinglar mumkin. Ushbu ligushkamiz original. To 2019-yilgacha ishlab chiqarilgan Damaslarning barchasida koreyskiy sborka bo'lganligi sababli mana shunaqa qo'limdagi tormoz ligushka bilan kelgan. Hozirgi kunda yangi Damas xarid qilganingizdan keyin 2000-3000 masofa bosib o'tganingizda o'sha mana shu ligushkasi ketyapti. Buni Xitoylari ham bor, poddelkasi. Upakovkasi ham почти shunaqa bo'ladi, kodlari bir xil. Faqat mana bu yoqda unda P08 bo'ladi, originalda COB yo COA degan o'sha gologrammasi bo'ladi. Va ishlab chiqarilayotgan shahriga qarasalar, JM Koreya kompaniyasida Incheon shahrida ishlab chiqariladi. Xitoyni shunaqa upakovkasida esa Amerikani Arizonami o'sha boshqa shtati qo'shilgan bo'ladi. Bilasizlar, Damas koreyskiy mashina bo'lganligi sababli ushbu mahsulotlarning originallar hamma zapchastlar o'sha Koreyada ishlab chiqarilgan bo'ladi. Hop, ushbu tormozli ligushkamizning narxi 100 ming so'm. Bu haqqoniy original. Buni sizlarga 90 ming so'm qilib beramiz.